Necha pul bo'lsa savdo qilamiz aka, shuni gapiring. 150 dan o'tsa savdo qilamiz. Yangi qora Cobalt'ni Midline so'raganlar bo'lsa ko'rsatib ketamiz. Nexia 3 da davom etamiz. Nexia 3'imiz ham bor videoda 2019-yil ishlab chiqarilgan 47 ming yurgan. Narxiga keladigan bo'lsak 106 million aytilyapti. Benzinda yuradi mashina. Kraska nima deymiz aka? Kraska toza, yumshoq balonlarda to'rttasi ham yangini bosib qo'yibdi akamiz. Ichki holatlarga keladigan bo'lsak, poligi bor. Salon ideal holatda. Qancha savdo bo'ldi aka bu? Savdosi aka 100 ga borgan. 100 ga borib qoldi. Bitadigan joyini gaplashaylik aka. Ko'rgan odam birdan ko'rib, "Voh, mana shu mashina zo'r ekan" deb tekis qilsak bo'lmaydimi? Kelishamiz aka. 100 o'ziga. Sal chiqsa kelishamiz. Tekis qilaveraylik. Bizni ko'rgan odamlar sirasi oladigani chiqadi. Telefon qilsa kelishamiz aka. Telefon nomer 88 88 553 553 46 46 44. 44 ga chiqaveramiz. Nexia 3 izlaganlar bo'lsa, mana gaplashamiz. Cobalt'ni yangi varianti Midline so'raganlar bo'lsa ko'rsatib ketamiz. Mana kuni kecha chiqib kelgan Cobalt 170 million aytilyapti, 164 savdosi bo'libdi ekan. Bor yo'g'i mana 6 kilometr yurganini tabloda ko'rib turibmiz. Faqat naqdga sotilar ekan, 164 savdosi bo'lgan. Necha pul bo'lsa beramiz aka? 65 bo'lsa bitadigani. Telefon nomer 90lik 522 74 40. Qo'shimcha nima qo'yildi bunga haliga? Hech narsa qo'yilmagan hali. Shu nomerga telefon qilib yangi Midline dan gaplashaveramiz. Yangi qora Cobalt'ni Midline dan so'raganlar bo'lsa ko'rsatib ketamiz. Mana 27-fevral kuni chiqib kelgan. Mashinani gaplashadigan bo'lsak, hozir hamma zavoddan Midline chiqaryapti. Qorasiga qiziqqanlar ko'p. O'shaning uchun narxini so'rab aytamiz. Aka 170 aytyapmiz mashinada. 160 necha savdo bo'ldi dedik? 63 savdosi bo'libdi ekan. 27 kilometr mana tabloda hech narsa qo'yilmagan mashinaga hali. Necha pul bo'lsa beramiz aka? 66 bo'lsa bitadigan joyi. Variant barter gaplashamizmi? Faqat narx. Telefon nomeri ayting. 91 81 981 82 89. 82 89. Qayerda mashina aka? Denoga kelgan mashina. Telefon nomer aloqa qoladi. Savdosini bersin. Mana Midline izlaganlar bo'lsa gaplashaveramiz. Gentraga o'tamiz. Gentrani so'rab ko'ramiz. Sizdan ekan tog'a? Necha ekan yili? Yili 2022. 2022 benzinda. Benzinda. Qancha aytyapsiz? 2600 yurgan. 2600 yurgan. Toza. Kraska toza. Qancha aytyapsiz? Narx 160 deyapti kelishdi. 160 million aytilyapti, kelishadigan joyi. Xo'p, ichkari poligi bor faqat, boshqa qo'shimcha jihozlarni o'rnataveramiz. Toza yurgan. Benzinda yuradigan mashina. Necha pul bo'lsa savdo qilamiz aka, shuni gapiring. 150 dan o'tsa savdo qilamiz. 50 dan o'tsa. 50 dan o'ziga ham bo'lmaydi. 50 dan qayerga bir narsa o'tsa beraveramiz. 50 dan o'tadigan joyi bo'lsa, mana beramiz deyapti. Variant barter gaplashamizmi? Variant barterga yo'q. Faqat naqdga yuring, a? Bank orqali naqdga yuring. Telefon nomer Sherzod. Nomer 91 dan 238 238 24 34. Qayerda mashina aka? Sherobod. Sherobodning mashinasi ekan. Aloqaga chiqaramiz. Nomerni ham qo'shib beraveramizmi aka birdan? Yo'q. Olib qolamizmi? Nomerni olib qolar ekan. Qora Gentrada davom etamiz. Qora Gentra izlaganlarga 2022-yilda ishlab chiqarilgan metanda yuradi. 175 million aytilyapti. Kraska toza ekan, yumshoq balonlarda. Luklari bor, tonirovkalar qilingan. Narxini 175 dedik, yurgani 37 ming yurgan. Poliklari bor, chexol, polik, boshqa narsani o'zimiz to'g'rilab olaveramiz. Aka, sotish usullari, variant barter. Barter ham bor. Cobaltga
Bank ham qilib beraveramiz. Bank qilinadi, Cobaltga barter bo'ladi. Variantga beramizmi, yo'qmi? Yo'q. Faqat naqdga bitadi. 175 aytdingiz, naqdiga bitishini joyini ayting aka. Bitishi endi savdo qilaveramiz. 65 bo'lsa ketdimi aka? Yo'q. Kelishaveramizda. Necha chiqamiz 65 dan? Ko'ramizda. Vaziyatga qaraymiz savdolanish. Endi qarang aka, bizni videoni ko'radiganlar birdan bitishi bilan so'rab ko'ring deyapti-da, yozayotganlar kommentariyaga. Birdan kelsin, kapot ustida savdo qilamizda. Agar ma'qul kelsa, sirasi aloqaga chiqaveradi shu joyda o'zida. Ayting. 70 dan oshiribroq kelsa, 70 dan oshadigan bo'lsa, narxi gaplashamiz. Telefon nomer 91 lik. 91 517 38 38 38. Qayerda mashina aka? Deroq. Binoda mashinasi ekan, savdosini bersin. 2023 optira fara qo'yilgan, Mers faralar qo'yilgan. Metanda 200 million aytilyapti. Kraska toza 2023 ishlab chiqarilgan. Luklari bor mashinani. Yurgani qancha aka buni? 22 ming yurgan, poligi bor. Mashina salon holatini ko'radigan bo'lsak, ideal holatda. Aka qancha savdo bo'ldi bu? Savdo bo'lmadi aka. Savdo bo'lmayapti ekan mashina. Necha pul bo'lsa naqdga gurung qilamiz aka? Kelishtirib beramiz. 85 bo'lsa gurung qilamizmi? 90chi? 92 ga ham bermagan. 92 ga ham berilmagan ekan mashina. Variant barter Kelishamiz. kelishadigan joyi bor. Telefon nomer 97 lik. 97 dan 154 154 14 14 ga chiqaramiz. Xo'p, 2022 ishlab chiqarilgan mana Gentramiz. Metanda propani 4-pakelinda metan. metan. Yurgan, probegi demoqchi edim. 83 ming yurgan. 83 ming yurgan. Balon holatlari keladigan bo'lsak, yaxshi. Balon zavodga balon. Zavodga balonni qo'yib kelgan ekanmiz. Ichki holatlariga kelsak, poligi bor. Tesla monitorni o'rnatib qo'yibdi. Mana bu yonida. Salon holati ideal holatda. Qancha baho qo'yapmiz aka bunga? 135 ming. 135 million. Kelishadigan joy bor. Qancha savdo bo'ldi aka bu? 120 million savdo bo'ldi. 120 savdo bo'ldi. Bitadigan nechi deymiz aka? Ko'rgan odam sirasi telefon qilyapti sizga. Kelishamiz aka. 130 ga boradigan bo'lsa, narxi gaplashamiz. Varianti bormi? Barteri bormi? Varianti 100 million bersa, keyin qolganiga variant kelsak bo'ladi. 100 ni beradi, qolganini keyin necha oyga kelishamiz? 2 oygacha. 2 oygacha. Bartergacha? Barterga yo'q. Barterga yo'q. Telefon nomer 92 410 90 410 97 97 97 ga chiqaramiz. Qayerda mashina? Oltinsoyda mashina ekan. Cobaltda davom etamiz. Mana arzondan, qulaydan bo'lsin deganlarga 2015 ishlab chiqarilgan. Kraska toza, galofka Metan propan? Metan. Metanda galofka ochilmagan ekan. Xo'p, balon holatlari yaxshi, 4 ta balondan yumshoq balondan. Kraska nima deymiz? Toza. Kraska toza. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, 198 ming yurib qo'ygan mashina, linoleum qilingan, poliklari bor. Chexol boshqa jihozlarni o'zimiz ehtiyojga qarab qo'yib olaveramiz. Qancha aytyapsiz aka narx? 114 million aytilyapti. Qancha savdo bo'ldi? 105 ming savdo. 105 savdosi bo'ldi. Necha bo'lsa shtriga beraveramiz aka. Chiqsa beraveramiz. 105 dan necha chiqish kerak? Buni chiqadi. 2. Bo'ladi. 107 lar bo'lsa mana ketdi mashina. Variant barter. Javob. Tomchi kraska ham yo'q deyapti. Motor ходовойлari yaxshi ekan. Variant barter. Kelishamiz aka. Qanaqa mashinaga barter qilamiz? Nexia 2 bo'lsa. Nexia 2 bo'lsa mana barterga ham qilinar ekan. Telefon nomer 50 lik. 50 dan 111 111 1231. 1231 ga chiqaramiz. Qayerda mashina? Denov o'zimiz. Denov Ha, o'zimiz. mashinasi. Xo'p. Cobaltda davom etamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan metanda. Galopka qanday aka? Qancha vaqt bo'ldi? 45 ming probeg. 45 ming yurgan, hali ochilmagan galopka. Kraska nima deymiz? Kraska toza. Balonlar to'rttasi ham yumshoq balondan bosilgan. Yurgan 45500. Poliklar bor. Xo'p, salonning qo'shimcha jihozlariga keladigan bo'lsak, o'z ehtiyojga qarab qo'yib olaveramiz. 132 million aytilyapti. Necha savdo bo'ldi aka? 27 so'rayapti. 27 so'ralib turibdi savdosiga. Variant barter gaplashamizmi? Faqat naqdiga ko'ring. Telefon nomer
Telefon nomeri 91 dan 511 03 77 ga chiqaveramiz. Qayerda mashina deb qo'yamiz? Denoda mashinasi. Gentrada davom etamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 125 million aytilyapti. Qancha yurgan aka buni? 93 ming yurgan. Hop, mexanika, qo'shimcha monitor qo'yilgan, poligi bor. Boshqa chexollar ham bor ekan, qo'shib berib yuboramiz deyapti akamiz. Qancha savdo bo'ldi aka? 120.500 savdo bo'pti ekan. Metanda motor, hadovoylar, Hamma narsa zakonda. ustaga ishimiz yo'q-a? Ustaga ish yo'q, toza ekan. Necha pul bo'lsa bo'ladigani bo'ladi aka, shuni ayting. 25 dan o'tib beramiz. 25 dan o'tadigan bo'lsa, o'tib beramiz. 24, 23 bo'lsa bitadigan joyi bor. Telefon nomer 97lik 97 dan 847 55 01. Variant barter Naf. Bo'lmasa yetmagan bank beramiz. yetmagani bank, qolgani faqat naqdga. Savdosini bersin aka.